Biror bir sizga kerakli bo'lgan ilovani yuklaganingizda sizni regioningizda bu ilova ishlamaydi deb chiqib qoladi. Shuni hozir qanday to'g'rilashni o'rganamiz. Bu qanaqa narsa? Masalan, men shu TV Smart Player deganni yuklab olmoqchiman. Yuklashga bosganimda mana shunaqa yozuv chiqadi, ya'ni sizni davlatingizda ishlamaydi deb. Buni o'zgartirsa bo'ladi, ya'ni buning uchun davlatimizni o'zgartirishimiz kerak. Bu yerdan chiqib ketib, kelganimizda mana shu pochtamizni ikonkasiga bosamiz. Bu yerdan pochtamiz ustiga bosamiz. Mana bu yerda region deganda Turkiya turibdi, ya'ni bu ilova Turkiyada ishlamaydi ekan. Buni o'zgartiramiz endi boshqa regionga. Ishlaydigan liboy bitta regionga o'zgartirib olishimiz kerak. Farqi yo'q qaysi regionligini. Aniq bizda ishlaydigan nima bo'lishi kerak. Masalan, Kolumbiyaga qo'yamiz. Kontinent qilib o'tirib olamiz mana shu narsalarni. Bu yerda donga bossangiz, bunda kiritishingiz kerak bo'lgan narsalar qizarib qoladi. Bu yerda liboy narsani kiritib yuborasiz. Masalan, nomer degan joyiga yozib tashlayverasiz qolgan narsangizni. Donga bosamiz. Yana qizarib qoldi. O'zgaradi endi. Turkiyadan Kolumbiyaga o'zgardi. Endi boyagi programmani TV Smart Player. Bu nima regionda ham o'xshamas ekan, ishlamas ekan. Boshqa regionni ko'ramiz. Shunaqa qilib o'zgartirasiz. Va qaysi regionda ishlasa, ana shu regionga qo'yib turib, skachab qo'ysangiz bo'ladi. Eng yaxshisi internetdan qidirishingiz kerak. Internetdan qidirib, qaysi regionda mana shu programma ishlaydi deb yozsangiz, o'zi chiqarib beradi. Google'gami yo ChatGPT'gami. Ana shu regionni bu yerdan tanlab turib, qaysi nimaligini, qaysi davlatda ishlashligini, shunga o'tib olsangiz bo'ladi.